Nur Bakriga qayta baha. Abduri Kasini. Ötken yılı 19 iyunda Rusiyadaki ziyaretini ahırlaştırıp Beyjing'e qaytqan. Merkez Siyasi Qanun Komiteti Dövlət Energiya Ministerligining ministeri. Xitay Merkezi Qanun İslahatı Komitetining muavin başlığı Nur Bakri Beyjing aytırımida qo'lga ilingan edi. Bu yıl, yani 2019 yıl 26 iyul günü Nur Bakrining Liaoning o'lkasi Shenyang shaharlik sot mahkamasining birinchi qitimliq sotida sotlanganlik xabar tarqaldi. Onun cinayeti intizamga ig'ir holda xiloflik qilish hamda 79 million 100 ming yuan xalq puliga xiyonat qilish edi. Onun yana Xitoy tarafidan 200 kadr deb qaralganligi ma'lum. Ammo uning qaysi intizomga qanday xiloflik qilganligi haqida tafsiliy ma'lumot yo'q. Nur Bakrining oqibati bizga bir sharning tozimi ko'ptirilib, andin kichikkina bir yengni bilan etitilganlikidek bir ahvolni xotirlatadi. Nur Bakriga qayta baho berishda uning tarjimaliga ozroq murojaat qilishga to'g'ri keladi. 61-yili Böğürtala nahisida tug'ilgan Nur Bakri to'liq o'ttirning birinchi yilligini tugatibla oldin imtihon berib, oliy maktabga qabul qilindi. O oliy maktabni bitiribla Xinjiang universitetidan taki Dövlət Energiya Ministerligining birinchi qo'l boshlig'i bo'lganga qadar 31 yil jarayonida Abdunum rayonning raisi va muavin shujisi qatorliq vazifalarni o'taydi. Amdila 26 yoshga kirganda Xitoy taxtida o'tirishga boshlagan yosh Nur Bakrining hozirgacha bo'lgan hayotida oddiy kadr bo'lgan jarayon yo'q. Faqat huquq tutish bilan o'tadi. Nur Bakri intayin ravon, puxta Xitoy tili saviyasi bilan Xitoy kadrlar orasidami intayin aqlli kishi degan e'tirofga erishdi. Tekshirishlarga asoslanganda Xitoy bo'yicha cho'ng huquqlarni tutgan oz sonliq millat kadrlari intayin oz salmoqni egallaydi. Masalan, Jiangsu o'lkasining shujisi Tungan, Guizhou o'lkasining shujisi mo Xitoy emas. Jilin o'lkasining shujisi Bayin Chatu Mo'ng'ul qatorliq. Ammo Uyg'ur nasldan bo'lgan Nur Bakri atalmish Abdunum rayonidan markazgacha, xalq qurultiyidan siyosiy kengashgacha, hatto Xitoyning Qonun İslahatı Komitetigacha nihoyatda yuqori martabalik huquqlarni tutadi. Nur Bakri Uyg'urlar tarafidan Wang Bakri deb atalgan bir kishi edi. Onun atalmış Xinjiang Uyghur Abdunum rayonining raisi va muavin shujisi bo'lib turayotgan chog'larda aytgan Uyg'urlarning yuragini eng og'irtadigan so'zlarning biri Rabia Qodir Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi degan so'zi bilan 2009-yili Urumchi vaqasi yuz berganda aytgan zo'ravon jinoiy qilmishlarni to'mir mushtimimiz bilan pochaqlab tashlaymiz degan so'zidan iborat. Uning Uyg'urlarning yuragini texmi og'irtadigan so'zlarining yana biri Tunganlarmi Xitoy tilida so'zlashib turibmi yashayotadigu. Uyg'urlarmi Xitoycha so'zlashsa nima bo'pti degan so'zlar edi. Ammo u hozir Xitoy uchunmi
200 kadr deb jazalanish oldida turmoqda. 31 yil Xitoyning shovqin surarlik, tenissiz va vahimlik huquq taxtida o'ltirgan Nurbakri ya millatiga tava emas, yoki Xitoyga tava emas, xuddi muallaqdagi Marsdek qizirib, sangilab turmoqda. Demak, Nurbakri har ikki taraf uchun ishonchli odam emas. Undaqda Nurbakrining asosli jinoyati jinoyatchilikmi yoki milliy masalami? Xitoy muloyizchilari Xitoyda huquq tutgan Xitoy kadrlarga qaraganda Uyg'ur qatorliq boshqa millat kadrlarining ikki hassa xatarlik vaziyat yashaydiganligini ilgari surib, Uyg'ur kadrlarini xuddi pichoqning bisida mangandek mangadu deyishidi. Shundaq. Xitoy uchun shundaqla dunyo uchun diqqatga sazovar jiddiy rayon deb qaralayotgan Sharq Turkistonda huquq tutgan Uyg'ur rahbarlari uchun bir qarashda hamma narsa normaldek ko'ringani bilan birli cho'ngaytib qaraganda hech bo'lmaganda milliy hissiyot mana men deb o'ttirg'i chiqib qoladi. Chunki u Uyg'ur xalqining farzandi. Xitoy ayblayotgan bu kishilar, u tug'ilib o'sgan bu ona tuproqning kishilari. Ba'zilar savoqdoshi, ba'zilar do'sti, ba'zilar qo'shnisi, ba'zilari urug' tuqqan och-singil inilari. Hozir Xitoy turmusida yetayotgan Ilhom To'xti, Nurbakrini Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidan yetishtirilgan kishiligi bo'lmagan bir qul. Shunga Nurbakri Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi degan edi. Ammo 2014-yil 3-oyda ochilgan Xitoyning 12-chi navbatlik xalq qurultayining 2-chi qatimliq yig'inida Nurbakri ta'kidlagan zo'ravon terrorchilik bir millatga vakillik qilolmaydi. Shundaqla bir dinga vakillik qilolmaydi degan so'zi Uyg'ur millatini va islom dinini terrorchilik bilan ayblab, Uyg'urlarni butunlay yo'q qilish plani tuzayotgan Shi Jinping va uning hukumatining qulqiga xo'sh yoqmadi. Bu yerda Nurbakri ma'lum jihatdan Uyg'urlar va islom dinini aqlamoqchi bo'layotdi. Shundan keyin Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy komitetining bir a'zosi bo'lgan Nurbakri Xitoy Kommunist partiyasining 19-chi navbatlik yig'iniga taklif qilinmadi. Shundan e'tiboran Xitoy tarixida eng ko'p va eng muhim huquqlar berilgan, Xitoy chaqnatgan bu Uyg'ur yulduz ancha chaqnay olmay qoldi. Nurbakirning siyosiy hayotida Xitoy atalmish Şinjan'da yo'l qo'ymoqchi bo'lgan qo'sh tilliq ma'rifni yo'lga qo'yish jihatda markaz bilan birdaklikni saqlay olmaganligimi alohida gavdalandi. Ya'ni Nurbakri markaz o'ttirg'i qo'ygan atalmish qo'sh tilliq ma'rif qadamini ostilatganligi ilgari suriladi. Bu albatta Uyg'urlarga foydali bir ahvol bo'lib, Uyg'ur ona tilining yo'q bo'lib ketish xavfining surati ostiltildi degan gap. Nurbakirni yaxshi biladigan kishilarning bildirishicha, Nurbakri osonlik millat rahbarlarini ko'zga ilmaydigan vakavur Xitoy huquqdorlarimi e'tirof qiladigan birdan-bir aqlliq va qobiliyatlik Uyg'ur huquqdor bo'lib, u Xitoy tiliga
favqulodda yaxshiligi, Xitoycha talaffuzda masalaning yo'qligi, shundaqla Xitoy qonuniga puxtaligi bilan Xitoylarning e'tirof qilishiga erishgan birdan-bir Uyg'ur rahbar ekan. Шуңа у Xitoy qonunlarining har bir bulung pushqoqlariga qadar cho'kib turib, o'zi avtonom rayonda huquq tutgan mezgillarda nurg'unlagan Uyg'ur kadrlarini asosiy qatlamlarga yerlashtirgan ekan. Xitoy chaqnatgan yulduz Nurbakirning siyosiy hayotiga ko'lanka tashlagan voqealarning biri 5-iyul Urumchi voqeasidan iborat. Gerçi Uyg'urlarning qarashicha Nurbakir 5-iyul Urumchi voqeasini tinchitishda qattiq qo'lligi bilan Wang Bakri deb atalgan bo'lsa-mu, Әмма Xitoy doiralari 5-iyul voqeasida qattiq qo'l bo'lolmadi deb gumon qilgan va bu voqeani Nurbakirni 200limchi kadr deb jazolashdagi markaziy ideya qilgan. Chunki u chaqda Nurbakir atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining raisi edi. Yuqoridagi voqealar sababidan Nurbakirning ideyasida burilish paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. 2018-yilda u Rossiya ziyorati jarayonida chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan yoki boshqa xalqaro kuchlar bilan Uyg'ur masalasida hamkorlashish o'yiga kelgan va bu Xitoy tarafidan sezilib qolgan bo'lishi mumkin. yoki Rus istixboroti uni setib bo'lishi mumkin. Uning Beyjingga qaytgandan keyin Ayturumdil qo'lga ilinishi bir g'alati ahvol bo'lib, Nurbakirga baho berishimizda bizni o'ylantiradigan nurg'un savollar bilan birlikda bir sir bo'lib turibdi. Nurbakir 2004-yili atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi Aman Hoji 100 million yuan xalq puliga xiyonat qildi degan jinoyat bilan Beyjingga nazarband qilingandan keyin qo'lga ilingan Xitoyning yuqori darajalik Uyg'ur amaldori. Uyg'urlar Aman Hoji masalasini hargiz xiyonat masalasi deb qarab baxmadi. Uyg'ur amaldorlarning milliy hissiyotida va milliy masalalarga tutgan maydonida sal davolg'ish bo'lgan chaqlarda Xitoy xiyonatchilikdan iborat bu yaltiroq bezakni kiygizib jazolaydiganligi hamma Uyg'urlarga tunishliq edi. Nurbakir bilan yaqinchiligi bor ba'zi Uyg'urlar Nurbakirning xiyonat masalasiga intayin jiddiy qarab, o'zining urug' tuqqanlariga rahim shafqat qilmagan bir amaldor ekanligini ilgir surdi. Texi tunugilla Xitoy osmonida chaqnagan yulduz, Xitoy amaldorlarimo havas va hasad qiladigan Nurbakirning bugun Liaoning sotida o'riqlagan va ruhsiz holatda paydo bo'lishi bizni o'ylantirmay qolmaydi. O'tganki bir necha maqolamda o'ttirg'i qo'ygandek Nurbakirmo, Rabia Qodir, Dolqun Aysa va 20 million Uyg'ur xalqimo o'xshashla bir qizil chiroq oldiga kelib to'xtab qoldik. Mencha Nurbakirni Uyg'ur xalqi bilan o'xshash bir qizil chiroq oldiga akilib turg'izib qo'ygani uning yoshurun ong qatlamlarida mavjud bo'lgan Uyg'urlik hissiyot. 70 yildan buyon Xitoyning Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatishiga to'salg'i bo'lib kelgan bir ruhni Nurbakirda ifodalanishi. Xitoyni eng bearam qilgan narsa
Nurbekrini öz balысы, ya'ni kommunistik partiyaning balысы qilib olish uchun ko'rsatgan intayin zo'r tirishchanliklari ostidan Uyg'ur balысы ekanligiga oid xira-shira bir narsaning parlab qolganligi. Nurbekirning ichki hissiyoti, nimalarni o'ylaganligi o'zi bilan birlikda Xitoy zindonlarining eng cho'nqur joylariga kirib ketishi mumkin. Nurbekirga mangu o'zini o'z millati oldida oqlash fursati bo'lmasligi mumkin. Ammo Nurbekirni bugungi holatga akab qo'ygani inson tabiatida tug'ma mavjud bo'ladigan o'zini izlash ruhining ozroq bo'lsa-mu mavjud bo'lib qolganligida. Bu uchqunning hamon bir kuni bir yolqinga aylandiganligiga bo'lgan bearamchilik Xitoyni uni hapla-shapla aydirımdala qo'lga ilishga majburlagan masalalarning biri bo'lishi mumkin. Qo'limda Nurbekirning Leoning sotiga chiqqandagi ahvoli ifodalangan bir parcha surat. Suratga qarab o'ylanmoqdaman. Nurbekirning yodongu gavdasi, chiroydagi umidsizlik, chorsizlik va pushaymon ifodalari bizga intayin qimmatlik bir dars va tajriba saboq bermoqda. Shundoq, bu surat yana Xitoy tarafidan pulab ko'ptirilgan bir sharning bir yingnining sanchilishi bilan shumshaygan holatini ifodalasa, yana bir tarafdan Uyg'ur millati bilan Uyg'ur amaldorlarining Xitoy oldida taqdirdosh ekanligini, qora o'nkir atrofidagi yulduzlar va chang to'zonlarning qandaq yulduz bo'lishidan qat'iy nazar taqdirining qora o'nkir tarafidan sumirilish bo'ladiganligini ifodalab turmoqda. Dunyo raqiblar va ittifoqdoshlar dunyosi. Tünügün, bugün va ata biz uchun xuddi suv ustida qo'lvaq haydab ketayotgan odamning o'z sho'lisini suvda ko'rolmaydiganligini, o'z sho'lisini suv yuzida ko'rmoqchi bo'lgan kishining cho'qim suv ustida turishi kerakligini isbotlab bermoqda. Tünügünki raqibimiz Yo'g'on Nurbekri bugun ittifoqdoshimiz yoki taqdirdishimiz bo'lmoqda. Ata Nurbekriga yana qandaq baho berdi, bunisi qorong'u. Ammo tünügün, bugun va atadagi sho'limizni ko'rmak uchun tünügün, bugun va atining ustida turishimiz kerak. Xitoy changili ostidagi Uyg'ur amaldorlarimi Uyg'ur xalqining farzandi. Ularga baho berishda to'g'ri va atrofliq ilmiy baho berishga tirishayli. Tarixiy kitoblarda bayon qilinishicha, Ahmadjon Qosimmi ayni chog'da Uyg'ur xalqining vakili emas, balki Stalinning vakili edi. Stalin uni oldi bilan aynakchi siyoqida g'uljiga kirgizgan edi. Andin asta-asta Iligizdi idorasiga yetkidi. Bilganimizdek, 3 viloyat inqilobi dastlabida Uyg'ur xalqining irodasiga emas, balki Stalinning irodasiga vakillik qiladi. 3 viloyat inqilobining oxirgi mezgillariga kelganda o'z xalqidagi kuchlik mustaqillik orzusini ko'rgandan keyin Ahmadjon Qosimning ideyasida kuchlik o'zgarish paydo bo'lgan. Natijada bundaq bir ro'y silkinishni xohlamagan Stalin yolg'on aeroplan voqeasi hodisasini yasab chiqib,
bu o'yinga xotima bergan. Ammo biz bu ishlarning undaq oddiy ish emasligini, Ahmadjon Qosim qatorliqlarning Rossiyada turmaga tashlanganligini va 70 yoshdan oshqicha shu turmada yashab, hayotidan ayrilganligini to'limi kechikib bildik. Uch viloyat inqilobining tunji pay o'qini atgan, Nil qitag'laridan uch viloyat inqilobini boshlagan Fatihni biz hozirga qadar uch viloyat inqilobining qahramoni deb tunib kelgan edik. Ammo doktor Nabijon Tursun bu haqda yozgan bir maqolasida Fatihning ömrünün oxiriga qadar Rossiya bexatarlik idorasidan maosh olganligini ilgari surgan. Uch viloyat inqilobi rahbarlaridan Elixon To'rimo dastlabida Stalinga vakillik qiladigan bir kishi edi. Uning bir kechida G'uljida paydo bo'lib, vazifasi tugagandan keyin bir kechida yana Rossiyaga elib chiqib ketilishi buning jonliq pakt edi. Biz hozirga qadar qahramon deb tunayotgan Elixon To'ra va boshqalar haqidagi sirlar Rossiya arxivlarining siri ochilganda ma'lum bo'ladi. Abdurahim Hayit Uyg'ur xalqining el so'ygan so'yimlik naqshchisi edi. Bir kunning ichida Xitoy uni Shi Jinpingning rasmini o'yining temiga asadigan, qo'lida Shi Jinpingning rasmini ko'tarib, rasmga tushadigan yaloqchi birsiga aylantirib qo'ydi. Nurbakirning Rossiya ziyoratidan keyingi taqdirimi yuqoridagi hikoyalarga o'xshab ketadi. Har vaqt qahramonmi, xoinmi, zo'ravon kuchlar qo'lida yasilib chiqdi. Shunga xoing'imi, qahramong'imi kuchlarning mahkamalari emas, balki tarix baho berib keldi. Nurbakri yana o'z navbatida Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini eng yaxshi biladigan bir shaxs. Agar uning jazo muddati to'shmay turib, Xitoy parchalanib qolsa, Sharq Turkistondagi biz bilmaydigan Xitoyga oid inson qalbidan chiqqan jinoyatlarga eng yaxshi shohid Nurbakri bo'lib qolishi mumkin. Tugidi. 2019 yil 28 iyul